aniq bilaman, bu hayotingiz davomidagi eng oson tayyorlagan shirinligingiz bo'ladi. Umuman shirinlik tayyorlashni bilmayman degan qizlar ham bemalol tayyorlay oladi. Ishimizni chopperga un, shakar, mayda bo'laklarga bo'lingan sariyog', vanilin, razlixitel qo'shamiz. Qog'ini yopib chopper qilamiz. Videoni ko'rishda davom etayotgan bo'lsangiz, sizdan bitta like. Bu menga o'zgacha motivatsiya beradi. Idishimizni yog'laymiz va tayyorlagan xamirimizni tekislab chiqamiz. Nachenkasi uchun juda ham mazali pyurimilki tvoroglardan ishlatib, tvorogni ham chopperga qo'shib, ikkita tuxum solamiz. Sabga ko'ra shakar, vanilin qo'shib, pyurimilki smetanalardan bir osh qoshiq qo'shib yuboramiz va bir rov bir xil massa bo'lguncha chopperlaymiz. Xamir ustidan nachenkalarimizni solib tekislab olamiz. Ustidan malina yoki olcha solasizlar. Meva bilan yanada mazali chiqadi. Yarim soat duxovkaga jo'natsanglar, juda ham tez tayyor bo'ladigan tvorojnikimiz tayyor. Video foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlaringizga ham ulashib qo'ying.